Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Biz Abbasilarniki en büyük sultanlardan, halifelerden Mu'tamed Alallah'niki hayatı bilen tanışıp çıkavatımız. Bugünkü bu tema Mu'tamed Alallah bilen inisi muvaffaqniki orsidagi talash tartish, ixtilof, nizo, adovatlar ve muvaffaqniki şu Mu'tamedni nazarband ostiga ep qo'yish haqida. 269 yil bo'lgan vaqtida Mu'tamed Alallah o'ziniki inisi muvaffaqdan shak shubhalanishga boshladi, gumoni ig'irlashga boshladi. Chunki muvaffaq 264 yili qarshi chiqqan, keyin bular yarashib olgan. Endi 69 yil bo'lgan vaqtda bu gumoni texim kuchayib, Mu'tamed Alallah Mısır valisi Ahmed ibn Tolon'a xat yazdı. Bu Farg'ona Türklerden aynı vaqtdagi büyükler. Bu işgale ma'lum bir ishqa deyishib oldi hamda. Ahmed ibn Tolon Mısır'dan Damashqqa keldi. Mu'tamed Samarradan men o'q chiqima degan niyat bilan chiqib, maqsadi Damashq. Şuna muvaffaqqa bu gap yetgandan keyin muvaffaqmi? O'g'ri chiqirga o'xshaydi demaydi-ku odatda. Cho'qim bir plani bor deb o'ylaydi odatda. Saqib Kindaj degan shu vaqtdagi bir amir, saqchi boshliq degandek bir adam. Onu qaytirib kelish to'g'riliq xat yozdi. Endi Kindaj Nasibin hozirmi shu Suriya tarafdagi yalar ayni vaqtda. Mu'tamedning qishig'i minib Mavsulul hadisa deydigan bir o'rin bor shu yerda. Shu yerda uchqashdi, keyinda yetib bordi. Bu yerda so'zlab dediki, podshohim, bu nima qilganlari? Bu elillari dushmanga qarshi taqobil turibsa, sizlar bu taxtni tashlab, poytaxtdan chiqasizlar. Qanday bo'lar? Muş avval qachon to'g'ri durust bo'lgan bu ish? Bir davlat qarshi chiqayotgan to'planchilar qarshi chiqib buningda yonida akillari. Shuna dushmanlari atbovlarning taxt bo'lgan Bag'dodni egallab oladi degandek nurg'un gaplarni qildi shu orliqda. Anda yana Mu'tamedga yana vakil avatib, odam avatib, buningki xos bir odamlarga bu xaritini tushundirib, oxiri yana Mu'tamedga odam avatib, bunda o vaqt emas, qaytib kelsizlar dedi. Mu'tamed dediki, bundaqda qasam qil. Men bilan birga mangsa, men topshirib bermaysamsa. Degandan bu qo'mondan qasam qildim deydi. Bu Samarraga inib tushdi orliqda. Muvaffaqning kotibi Said ibn Maxlat degan odam tushib Saq hamda bu yerda va'siga xiloflik qilib bu odamga topshirib berdi. Uni Ahmad ibn Hasib deydigan shu vaqtdagi cho'ng hamda Bag'doddan cho'nglari bo'ladi hamda. Bu odamniki uyga tushirdi-da. Poytaxtga berishni chekladi, to'sab qo'ydi. Ay poytaxtga kirammisan deb 500 odamni bu yerda navbat qilib bu nazarband qildi. Muvaffaqqa mushga yetib borgan vaqtida Saqqa nurg'un ton, nurg'un mol dunyo inom qildi. Ay Mu'tamedning qo'mondonlarining nurg'un yer zaminlarini buningga tartiqlab berdi. Hatto buni Zas Sanadayn, buni Said, ya'ni chaqnigan, kuchlik degandek laqamlar. Bu müştad laqamlarni berdi vaqtida. Ishki vazir degandek. Said ay Mu'tamedning xizmatida turdi-da, xizmatini qilmaydi, nazarband qilib turdigan gapimda. Mu'tamedning na qo'lida huquq yo'q. Ya bir ishni qamlashtirolmaydi, ya uni buzolmaydi degandek.
Mu'tamid bu vaqtda mundaq degan. Meyada bizga bir ibrat bo'layotidu. Siyosatda eng oqilanlik gumon qilish kerak. Siyosat gumon ustida qurilmagan vaqtida vayron bo'ladi. Eng ishonchlik dadisi balasidan, balasi dadisidan bir ehtiyotli bir gumon bilan shundan bir muomala qilish kerak huquq deganga. Biz tariximizni qarab chiqadigan bo'lsak, Uyg'ur xalqi qo'sqimiz nihoyat oqko'ngil, keng bir xalq. Biz bu siyosat kelgan vaqtida biz gumoniy tuyg'umiz yo'q. Mana bu qolgan avvalotlarga o'xshamaydi. Qolgan ishlar go'zal gumonga, yaxshi gumonga quriladi, ammo siyosat cho'qim yomon gumon qurilishi kerak. Buning asos o'li. Yomon gumon qurilmagan vaqtida mana muvaffaqning qo'liga tushib, nurg'un qasam bilan aytildi ham bir podshoh, musulmon bir ulamo qasam qilyapti-da, oxirida aytilib buni qasamga amal qilmadi. Bu odamni so'lab qo'yib, hech qanday huquqdan mahrum qo'yib qo'ydi. Bu nima degan vaqtida siyosatda cho'qim yomon gumon bilan yashash kerak. Eng kichikkin shubhalangan zamonlar uni ya ko'zda yo'qotish kerak, ya uni amaldan saqit qilish kerak uni. Shuni Mu'tamid o'ziniki nazarband vaqtida tuvandek she'rni o'qiydi. Ajoyib g'aroyibotlardan emasmi mendek adam dedi. Açmışa çeklimilərdə, müştə qorgul turmuşlarda yaşab, köymegeni körəb müştə yazsa acayibatlardan emasmı? Bunun ismi bilen bütün dünyaya xat yazıldı dedi. Vakaletnameler xat yazıldı. Qo'lida hech narsa yo'q. Amaliyotda bu xalifa, ammo nazarbandda mush xalifaning nomida yorliq tushdi, ammo inisi turmaga kelib olgan bo'ldi. Bu bütün dünyanın kıymet bahalık malları bunun kışığı keltirildi dedi. Lekin bu keltirilgen neslerden bu mahrum dedi. Bu acayip garayip emes mi bu? Dep şunaq dedi. Mana bu Abbasilar xalifeleri içinde tunji qitim nazarband ansığı ilingan, bununla məxsus qaraydigan adam bektilgan, en xorlangan خليفة مشهود. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.